sokinlik. O'xshashi yo'q tabiat manzarasi. Havosining kislorodga boyinganidan to'yib nafas olishdan charchamaydigan maskan. Manzil loyihasi yana O'zbekiston, Shvetsariyasida. Biz yana O'zbekiston Shvetsariyasiga, manzil esa o'z faoliyatiga qaytdi. Assalomu alaykum. Ko'pchilik Zominda oilaviy dam olish uchun yaqinlar bilan birga dam olishga joylarni tavsiya qiling deyshadi. Ana shunday maskanlardan biri Plato sog'lomlashtirish maskanidamiz. Bu yer narxi bir kishiga bir kunga 600 ming so'm. Mana shu narx ichiga Zominning ajoyib tabiati va musaffo havosidan tashqari yana nimalar o'z ichiga oladi? Hozir buni sizlarga ko'rsatib beramiz. Bizni bu yerga Plato sog'lomlashtirish maskani mehmonga chaqirgan. Keling avvalo ushbu maskan haqida so'zlab beraman. So'ngra yana tabiatga qaytamiz. Plato sog'lomlashtirish va dam olish maskani. Bu maskanda yaqinlar, oila yoki do'stlar bilan hamrohlikda maroqli dam olishingiz mumkin. Shu bilan birga sog'lig'ingizni tiklash, nafas yo'llarida muammosi borlar uchun maxsus muolajalar tashkil qilingan. Sog'lomlashtirish maskanida odam soniga qarab xona tanlashingiz mumkin. Buning uchun shinam xonalar muntazir. Bu yerda menga yoqqan tarafi xonalarining shinamligi hamda oilaviy keladigan bo'lsangiz, er-xotin uchun alohida yotoqxona bo'ladigan bo'lsa, farzandlari uchun alohida yotoqxona. Mana shu tarafi ham juda yoqdi. Joylashganingizdan so'ng esa avvalo shifokor ko'rigidan o'tasiz. Shifokor sog'lig'ingizni tiklashga eng ma'qul bo'lgan muolajalarni belgilab beradi. Zominga keluvchilarning ba'zilari asosan o'zlarining nafas yo'llaridagi muammolari sababli, bronxit, astma, nafas yetishmovchiligi sababli tashrif buyurishadi. Plato sog'lomlashtirish markazida esa mana bunday tuzli g'or tashkil qilingan. Tuz bilan davolash, ya'ni sun'iy mikroiqlim galoterapiya xalqimiz orasida tuzli g'or nomi bilan tanilgan bo'lib, bu usul nafas yo'llari kasalliklarini davolash va oldini olishda yaxshi natija beradi. Rinit, rinofaringit, traxit, bronxit, surunkali bronxit, bronxial astma va boshqa ko'plab nafas yo'llari kasalliklarini aynan galoterapiyada davolash mumkin. Men bolam ko'k yo'tal bo'lganda, bu yerga kelganimda ichki stopga berishdi, keyin mashti hamma lichenasini olganda rezultat bo'ldi natijasi. Bolam yo'tali mashti tuzaldi, ukol dorisiz. Shuning uchun immunitetiga yaxshi bo'lsin. Mana hozir archilik gullagan payti yana allergichnik bo'lgani uchun yana olib keldik. Hozir allergiyasi o'zi kelishi bilan yo'tallari yana tarqab ketdi. Havosi toza ham archi gullaganda rosa immunitet bo'ladi, foydasi ko'p deyishganiga yana olib keldik. Уже 5-kelishimiz. Avval iqtisod, keyin siyosat deganlaridek tushlik payti bo'ldi. Tushlik qilyapmiz. Boshida aytganimizdek, ana shu 600 ming to'lovning ichida 3 mahal ovqati bor.
tushlik bilan kechki ovqatda birinchi va ikkinchi ovqat qilib berishadi. Hozir tushlikda birinchisiga sho'rva, ikkinchisiga esa mana bunday ajoyib taomni tanovul qilamiz va qolgan jarayonlarni ko'rsatishda davom etamiz. Maskanda fitness zal, ko'ngilochar o'yinlar, maxsus massaj stullari va fitobar mavjud. Rahmat. Fitobarda esa mana bunday sandalga oyog'ingizni qo'ygan holda ko'plab dorivor o'simliklardan tayyorlangan damlamalarni ichib, o'z sog'lig'ingizni tiklashingiz mumkin. Bismillah. Massaj ya'ni uqalash inson tanasidagi davolash va kasalliklarning oldini olishga yordam beradigan fizioterapiya usullaridan biri. Maskanda ayollar va erkaklar uchun alohida massaj xonalari mavjud. Sog'lig'ingizni tiklash uchun bu yerda yana ko'plab muolajalar mavjud. Shamollashi hamda qon aylanish tizimida muammosi bor insonlar uchun kedrovый bochka. Va shu bilan birga shamollashlar uchun parafen. Plato sog'lomlashtirish va dam olish maskanida sauna, basseyn mavjud. Basseynda cho'milish uchun ayollar va erkaklar uchun alohida vaqtlar belgilangan. Bolajonlar uchun maxsus maydoncha, tug'ilgan kun yaqinlar uchun tadbir tashkil etishga maxsus ayvonchalardan iborat joy mavjud. Shunday qilib zominda yaqinlaringizning maroqli dam olishi, sog'lig'ini tiklashi va unutilmas onlarini o'tkazish uchun Plato sog'lomlashtirish va dam olish maskani zo'r tanlov. Bu zominning havosini yutganingizda, nafas olganingizdayoq uncha-muncha dardingizga shifo bo'ladi. Ko'pchilik aynan mana shu zominning havosi uchun keladi. Atrofdagi tabiatni qarang, go'zallikni qarang. Bu havo, bu tabiatdagi manzarani tomosha qilgan inson uncha-muncha terapiyaga bormasa ham sog'ayib ketadi. Bu joyda nafaqat havosi, ajoyib tabiati, o'tgan yildan boshlab o'ziga xos adrenalinlar ham ish boshlagan. Bular ichida jumping, mana bu ko'prik va dor yo'li. Hozir shularni sizlarga ko'rsatamiz. Mana Zomin dor yo'liga kelyapmiz. Uzunligi 2100 metr ekan. Hozir chiqib ko'ramiz. O'tgan safar kelganimizda nasib qilmagan edi. Bugun nasib qilgan ekan. Kirib sizlarga ko'rsatamiz. Zomindagi eng adrenalin joydamiz. Hozir mana ko'prikdan o'tayotganimda 2-3 ta kattaroq onaxonlar ham chiqishgan ekan, kalima qaytarib ketishyapti. Qo'rquv mana bu joyga chiqqaningizda bilinar ekan. Bu yoqdan qaraganingizda bu ko'prikda
qo'rquvi, bu yerdagi adrenalin unchalik qo'rqinchli emas, hozir chiqib yugurib o'tib ketaman deysiz, lekin yarmiga kelganingizda qo'rquv ichingizda paydo bo'ladi. Lekin mana bunda sakrayotgan insonlarga men qoyil qolmay ilojim yo'q. Hozir operatorim so'rayapti, sakraysizmi deyapti. Yo'q, men sakramayman. $1000 pul bersangiz ham sakramayman desam, bo'lmasa men sakrayman dedi. Ko'ramiz. Qani sakrarmikin, yo'qmikan? Qani ketdik. Aka, taassurotlar qanday? Assalomu alaykum hammaga. Taassurotlar ham juda ham zo'r. Tavsiya etaman sizga. Juda ham zo'r. Nimani his qildingiz sakrayotganda? Sakrashdan oldin juda ham yengil ko'rinadi. Sakrash daqiqalarida vahimali ko'rinadi. Sakragandan keyin juda ham mazali, juda ham zo'r. Juda ham yaxshi. Sizlarga ham tavsiya etaman. Necha kilo yo'qotdingiz? Bilmadim lekin. Voy, agar 10 kilo yo'qotgan bo'lsam, har kun kelaman. Har qanday adrenalin o'z yo'liga, lekin tabiat qo'yniga kirganingizdan keyin, sokinlikka kirganingizdan keyin miyalar dam olishni boshlaydi, asablar tinchlanadi. Zominni tabiati, zominni o'rmonlari mana shunday xususiyatga ega. Ya'ni sizni yillar davomida desam bo'ladi, yig'ilib qolgan charchoqlaringizni mana shu tabiat, mana shu atrofdagi manzaralar bir kunda chiqarib yuborishi mumkin. Shuning uchun zominga keling. Ayniqsa mana bunday o'rmonlariga. Shunday qilib O'zbekiston Shveysariyasiga uyushtirgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rsatuvimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Ko'rsatuvimizga like bosing va izohlar qoldiring. Obuna bo'lishni esa unutmang. Keyingi manzillarda ko'rishguncha, xayr.